Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımısınızlar? Yaxşımısınızlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosetchi İftixor Abdurashid. Men riyosetchi Zumratay Erkin. Bugun çarşamba. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyg'ur Qurultayıning raisi Dolqin Aysa, Qurultay ayollar komitetining mudiri va Qurultay xalqaro ishlar direktori Zumratay Erkin, Qurultayning Yevropa ittifoqidagi xizmatlarga mas'ul alayda vakili va Qurultay Bryussel ishxonasining direktori Sheila va Qurultayning Gollandiya vakili Jasur Lagershaydimiz qalbini irsidiqlardan tarkib topgan Qurultay hayiti 21 maydan 22 maygacha Finlandiya poytaxti Helsinkida bir qator muhim uchrashish va suhbatlarda bo'ldi. 21 may kuni Helsinkida Finlandiyadagi ba'zi Uyg'ur tashkilotlari mas'ullarining hamrohligida har qaysi kishilik huquq tashkilotlari va ommaviy guruhlarning asosli mas'ullari bilan ko'rishib, Uyg'ur masalasi haqida maxsus suhbatlar ilib borgan Dolqin Aysa boshchiligidagi Qurultay hayiti ularga Uyg'ur masalasining navbatdagi yangi yuzlanishi, BDTning har qaysi organlar tarafidan Uyg'ur masalasi haqida e'lon qilingan doklad, bayonot va tavsiyalarning mazmuni, Uyg'ur irqi qirg'inchiligining bir qism g'arb ellar tarafidan rasmiy yo'sinda qabul qilinish jarayoni, Amerika tarafidan chiqarilgan Uyg'urlarga munosabatli qonunlar va uning ijro qilinish ahvoli, Xitoyning chet ellardagi Uyg'urlar qaratgan chegara halqigan bostirish siyosati, Dunyo Uyg'ur Qurultayining Uyg'ur irqi qirg'inchiligini to'sib qilish uchun xalqaro turli munbarlarda ilib berayotgan kurashlar qatorliq keng mazmunlarda tafsiliy ma'lumot berib o'tish bilan birga, Xitoyning Uyg'urlar qaratgan irqi qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarining hozirma ham shiddat bilan davom qilayotganligini, Xitoy hokimiyatining o'zining jinoiy qilmishlarini yoshirish va oqlash uchun g'oyat zo'r tashqi tashviqot harakati boshlaganligini, shunga xalqaro jamoatchilikning bu xil soxta tashviqotlarga aldanib qolmasdan Uyg'ur irqi qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoy qaratgan embargo, jazo va norozilik harakatlarini yanada kuchaytirishning to'liq zarur va ta'xirsiz ekanligini ta'kidlashdi. Bo'libmi Qurultay hayiti Finlandiyadagi majburiy emgakka qarshi xalqaro tashkilotlarning mas'ullari bilan ilib borgan suhbat jarayonida Amerika boshchiligidagi g'arb ellarining, Yevropa birligining va xalqaro organlarining shuncha kuchli besimiga qaramasdan Xitoyning Uyg'urlar qaratib kelgan majburiy emgak siyosatida hech bir o'zgarishning bo'lmaganligini, mustabid Xitoy hokimiyatining erkin dunyo bilan ochiqcha dushmanlashayotganligini, faqatla Xitoyga iqtisodiy jihatdan ajallik zarba bergandila, ondan uni bosh egdirish mumkinchiligi borligini, Şoң Uyg'ur majburiy emkiga qarshi shakllangan xalqaro birlik sapni yana mustahkamlash va boshqa demokratik ellarning Amerikadan o'rnak olib, Uyg'ur majburiy emkiga qarshi maxsus qonun chiqarib ijro qo'yishni qo'lga keltirishning hayot ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlashdi. Bu jarayonda Dolqin Aysa va Qalbi Nursida xonim Finlandiya matbuotlarining maxsus ziyoratini qabul qilib, ularning Uyg'ur masalasi haqida so'rgan turli savollarga tafsiliy javob berishga tirishdi. Suhbat va uchrashuvlarda Finlandiyadagi kishilik huquq tashkilotlarining vakillari Qalbi Nursida xonimning jazo lagerlari haqida bergan jonliq va tafsiliy guvohligini anglab o'tdi. Bugun, ya'ni 22 may tushdan burun Dolqin Aysa apandim boshchiligidagi Qurultay hayiti Finlandiya parlamentini ziyorat qilib, bir qism parlament a'zolari bilan Uyg'ur irqi qirg'inchiligini qanday qilib to'sib qilish masalasini ko'rdigan asosda suhbat va muhokama olib bordi. Suhbatdan keyin parlament binosi oldidan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dolqin Aysa boshchiligidagi Qurultay hayiti bu haqda yana mutafsil ma'lumot berib, tovandikilarni bayon qildi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar. Biz sizlarga Finlandiya parlamentining oldidan so'zlayapmiz. 2 kundan buyon Dunyo Qurultayining bir heyet Finlandiyaga kelib, Finlandiyada bir qazar uchrashishlarni olib bordik. Bu yerdagi asosiy ziyoratimizning kun tartibi biz 2022-yilda Finlandiyaga kelib, Finlandiya parlamentosidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish haqida bir qaror chiqarish uchun ba'zi siyosiy partiyalarning rahbarlari bilan parlament a'zolari bilan ko'rishgan. Undan keyin o'tgan yili bizning Dunyo Qurultayining yana xizmatchilari va kamp shoidlari bu yerga kelib, parlament a'zolari bilan uchrashgan. Bu qatim bizning sabtishimiz Prezident xonimning o'rinlashtirishi bilan bu yerda bir qator faoliyatlarni olib bordik. 2 kundan buyon majburiy emgakka chetishib bo'lgan shuning bilan shug'ullanayotgan tashkilotlarning xodimlari bilan fikr alishishida, hozirgi vaziyat haqida ularning vaziyatini suhbat olib bordik va shundaqla bir qism matbuotlar bilan uchrashishlarni olib bordik va bugunmi Finlandiya parlamentining har qaysi siyosiy partiyalarning parlament a'zolari rahbarlari bilan ko'rishib, navbatdagi vaziyat haqida ma'lumotlarni berdik. Hech qanday bir vaziyatning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga bo'lib o'tgan bu qirg'inchilikning to'xtamaganligini
Şuna Finlandiya parlamentosunun bu meselede İskandinaviya devletindeki aktif bir rolünü cari kıldırış gerekligini, NATO a'za bolgandan keyin Finlandiyanın ordunun başka bir dereceye yükseltilganligini, şu münasebetle bir yerdeki Finlandiya parlamentoda bu Uyghur erki qirg'inchiligini qabul qilishning taqosiz ekanligini, buningga bizga nisbatan yordam pulini sunish lozimligi haqida nihoyat yaxshi ma'lumotlarni berdik. Muzokaralarni olib bordik. Bizning komissiyaimiz Qalbinur xonim bizning boshdan o'tgan sarguzashtlarini so'zlash orqali ularning ko'z qarashlarini xitob qilishga va ularning qo'llashini qo'l keltirishtirdik. Bizim 3 günlük Finlandiya ziyaretimiz gayet muvaffakiyetli, meyli matbuat sahasından olsun, meyli halkara teşkilatlarla uçuruş olsun, meyli parlamentler bilen uçuruş noktasından olsun, gayet ehemmiyetli bir sefer oldu. Dep oylayman. Bu münasebetle yurttaşlarımızın bu haqda kichikdan ma'lumot berishni uygun ko'raman. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun İsa Efendimning chet ellardagi eng zo'r turk tashkiloti hisoblangan va dunyoning har qaysi ellarda 1,5 milliondan ko'proq a'zosi bo'lgan Markaziy Germaniyaning Kyolen shahridagi Xalqaro milliy ko'rish tashkiloti tarafidan 19 may kuni Belgiyaning Hassel shahrida o'tkazilgan hamda 43 davlatdan kelgan 30 mingdan ortiq kishi qatnashgan Xalqaro musulmonlar hamkorlik uchirish yig'inida qilgan nutqi yig'in qatnashchilarining kuchli olqishiga sazovor bo'lib qolmasdan Türk matbuotlarida alayda o'rin oldi. Bir qism davlatlarning rahbarlari va diplomatlar qatnashgan mazkur yig'inda Dolqun İsa Efendimga yig'in sahnasining to'ridan alayda o'rin berilishi va tunji bo'lib so'zga taklif qilinishi kuzatuvchilarning alayda diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Xalqaro milliy ko'rish tashkilotining bu qatimqi 16-navbatlik umumiy qurultayga Dunyo Uyghur Qurultayining raisi Dolqun İsa, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Turg'unjon Aloviddin, Qurultay ayollar komitetining mudiri va Qurultay xalqaro ishlar direktori Zumratay Erkin, Qurultay uchur tashviqot markazining muavin mudiri va Duq TVning direktori Iftixor Abdurshid, Qurultay vakili Shayda xonim qatorliqlarni tarkib topgan hay'at alayda taklif bilan qatnashgan edi. Dolqun İsa Efendi nutqida Türk ve İslam dünyasının şarqdaki qorğunu bolgan, tunji musulmon Türk dövleti hesaplangan Xaqaniya dövleti qurilgan, Türk tillarının tunji lug'ati bolgan Türk tillar divani hamda tunji falsafa va qonun kitobi bolgan Qutadg'u bilek dunyoga kelgan Sharq Turkistondagi mazlum Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qatorliq taxminan 25-30 million turkiy millatlarning bugungi kunda Xitoy hokimiyatining turli zulmi, xo'rliqlari, irqiy qirg'inchiliklarga duch kelib, yer yuzidan kollektiv holda yo'qolishga yuz tutayotganligini konkret misollar bilan o'tirib qo'ydi. Dolqun İsa Efendi o'z nutqida yana Xitoy kommunistlari 1949-yili Sharq Turkistonga besib kirgan 75 yildan buyon bu zaminning egisi bo'lgan Uyg'ur qatorliq yerli xalqlar ustidan izchil holda dinsizlashtirish, assimilyatsiya qilish siyosatlarini yurgizib kelganligini, oxirgi yillarda irqiy qirg'inchilik orqali ularni tarix betidan butunlay supurib tashlashga uringanligini bayon qildi. Va Xitoyning bu vahshiy siyosatni ijro qilishda atalmish terrorlikqa zarba berishni bahona qilganligini hamda islom dinini yo'qotishga tegishli ro'yi kasallik deb qaraydiganligini ta'kidlab o'tdi. Mazkur yig'inni tashkillagan Xalqaro milliy ko'rish tashkiloti uzun yillardan buyon Dunyo Uyghur Qurultayi bilan yaqin hamkorlik munosabatida o'rnatib, Uyg'ur mustaqillik harakatini moddiy va ma'naviy jihatdan butun kuchi bilan yaqindan qo'llab va quvvatlab kelmoqda. Masalan, Dunyo Uyghur Qurultayining tashabbusi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasiga korona vabası mezgilida har qaysi ellarda qiyin ahvolda qolgan Uyg'ur qarindoshlarimizga yordam berish maqsadida Dunyo Uyghur Qurultayining boshlamchiligida qurilgan krizis markaziga Dunyo Uyghur Qurultayi uchun ishxona va madaniyat markazi setilish harakatiga moddiy jihatdan zo'r yordamlarda bo'lgan, shundaqli Yevropa parlamentida o'tkazilgan Xalqaro Uyg'ur minbari yig'inining butun iqtisodiy chiqimlarini tashabbuskorlik bilan o'z ustiga olgan edi. Dolqun İsa Efendim boshchiligidagi qurultay hay'ati bu qatimqi faoliyatga qatnashish jarayonida Xalqaro milliy ko'rish tashkilotining raisi Kamal Ergun boshchiligidagi rahbarlik hay'ati bilan elib borgan suhbatlar jarayonida Xalqaro milliy ko'rish tashkilotining hozir qadar Sharq Turkiston xalqiga ko'rsatib kelgan g'amxo'rligiga alayda minnatdorlik bildirdi. Kamal Ergun Efendim ko'rishda qilgan so'zida har qanday besim va to'salg'larga pisand qilmay, Dunyo Uyghur Qurultayi bilan uzun yillardan buyon davomlashtirib kelgan qarindoshlik hamkorligini buningdan keyin yana qat'iy iroda bilan izchil davomlashtiradiganligini alayda ta'kidlab o'tdi. Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston qatorliq O'rta Osiyo jumhuriyatlarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz orasida bu yil 3-maydan 5-maygacha Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkazilgan Dunyo Uyghur Qurultayi qurilganligining 20 yilligini tabriklash murosimining ro'yini yetkazish faoliyatlari izchil davom qilib kelmoqda. Qurultayning 20 yilligini xotirlash faoliyatiga Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistondan 50 nafarga yaqin vakil bevosita kelib qatnashgan bo'lib, ular O'rta Osiyoda yashayotgan Uyg'urlarga vakolatan Dunyo Uyghur Qurultayiga ko'ngillarini izhor qilib, necha tonna non, doppa, rasmli qapa qatorliq buyumlarni alg'ash kelgan
va ular yig'inda qilgan yurak so'zlarda navbatda faqatla Qozog'iston yashaydigan Uyg'urlarning sonining 500 ming atrofida ekanligini, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston yashayotgan barliq Uyg'urlarning Uyg'ur mustaqillik ko'rishining kuchli madadchisi bo'lib kelganligini, Uyg'ur davosining g'arbda taraqqiy qilib kuchlanishining O'rta Osiyoda yashayotgan Uyg'urlarga alohida ilhom va umid baxsh etganligini ta'kidlashgan edi. Qurultayning Qozog'istondagi mas'ullarining istansimizga bildirishicha, Qurultayning 20 yilligini xotirlash faoliyatiga qatnashgan Qurultayning Qozog'istondagi oliy maslahatchisi Qahramon G'ojanberdi, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Ahmetov, Qurultay Ma'rif komitetining mudiri Dilnur Qosimova boshchiligidagi Qurultay vakillari Qozog'iston qaytib borgandan keyin Qozog'istonning har qaysi joylaridagi Uyg'ur rayonlarida Qurultayning 20 yilligini xotirlash faoliyatining ro'yini yetkazish tashviqot harakati boshlagan. Milliy ustozimiz Qahramon G'ojanberdi apandining bildirishicha, bo'libmi xalqaro kishilik huquq advokati va tadqiqotchi Michael Van Walt apandim tarafidan yig'in jarayonida Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilgan zamin haqida sungan Sharq Turkistonning mustamlika qilinishiga xalqaro qonunlar asosida qarab chiqish temasidagi doklati Qozog'iston Uyg'urlar orasida intayin kuchli olqishga sazovor bo'lgan. Uningdan boshqa Dunyo Uyg'ur qurultayining Qirg'izistondagi alohida vakolatchisi Ro'z Mehmet Abdulbaqiyev boshchiligidagi qurultay vakillarimi Qirg'izistondagi Uyg'urlar orasida qurultayning 20 yilligini xotirlash faoliyatining ro'yini yetkazish tashviqot harakatini boshlagan. Suhbat jarayonlarida Qozog'iston va Qirg'iziston Uyg'urlari birdek holda mayli Dunyo Uyg'ur qurultayi va uning Dolqin Aysa boshchiligidagi rahbarlari qanday hujumlarga, to'salg'ularga, sun'iy usulda o'ydirib chiqarilgan krizislarga, tozoqlarga va bo'ron chopqinlarga duch kelishdan qat'iy nazar, O'rta Osiyoda yashayotgan Uyg'urlarning har zamon Dunyo Uyg'ur qurultayi va uning Dolqin Aysa boshchiligidagi fidokor rahbarlar bilan hamnafas ekanligini, o'zlarining Dunyo Uyg'ur qurultayiga bo'lgan qo'llashini bundan keyinmi texim kuchli shaklda izchil davomlashtiradiganligini ifoda qilishgan. Qozog'iston va Qirg'iziston Uyg'urlari Dunyo Uyg'ur qurultayining 20 yildan buyon xalqaro sahnalarda qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlarga yuqori baho berish va opirin o'qish bilan birga Dunyo Uyg'ur qurultayining milliy mustaqillik ko'rishimizdagi vakillik va yetakchilik o'rnini hech kim inkor qila olmaydi deb ko'rsatgan. Qahramon G'ojanberdi va Ro'z Mehmet Abdulbaqiyev apandilar 19 may kuni chaqirilgan Dunyo Uyg'ur qurultayi ijroiya komitetining favqulodda yig'inida qilgan so'zlarida Qozog'iston va Qirg'iziston Uyg'urlarining yuqoridagi yurak so'zlarini qayta ta'kidlab o'tish bilan birga o'zlarining Dunyo Uyg'ur qurultayi va uning raisi Dolqin Aysa apandimga bo'lgan keskin qo'llashni ifoda qilgan edi. Hürmetli görürmenler, tövene diqtanlığa günlük haberler programımızdan tefsilatını sunduk. Keyin qitimliq saatımızgacha görüşkice aman bolaysınlar. Stansımızdan YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Thank you.